Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya instituti magistratura M2504 NGX guruh talabasi Otajon Sobirman. Men o'sha bugun ilmiy tadqiqot metodlaridan biri bo'lgan eksperimental metod haqida gapirmoqchiman. Bu metod o'sha ilmiy gipotezalarni tajriba asosida tekshirish va o'sha amaliy natijalarni olish imkonini beradi o'zi. Umuman olganda mohiyatdagi eksperimental metodning mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsam, nazariy faraz va gipotezani amaliy sharoitda sinab ko'rish hisoblanadi. Ya'ni o'sha olim yoki tadqiqotchi muayyan sharoitlarda o'sha nazorat qilib, natijalarni o'lchash orqali yangi ma'lumotlar oladi. Bu metod fan va texnika yangiliklarini isbotlashda eng ishonchli yo'llardan biri bo'lib hisoblanadi. Umuman olganda misol qilib keltiradigan bo'lsam, mening dissertatsiyam mavzusida ushbu metod absorpsiya jarayoni sinovdan o'tkazishda qo'llaniladi. Tajriba jarayonida chiqindi gazlar maxsus laboratoriya qurilmasi orqali o'tkazilib, turli turdagi absorbentlar, masalan, o'sha aktiv ko'mir, ziolit yoki silikagen yordamida tozalash samaradorligi aniqlanadi. Natijalar asosida eng samarali materiallar va optimal harorat, bosim va sharoitlari aniqlanadi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eksperimental metod yordamida dissertatsiya mavzusidagi gipotezani amaliy yo'l bilan isbotlash, yangi texnologik yechimlarni ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish imkonini yaratadi. Rahmat.